Xo'p, hurmatli kanalimiz obunachilari, navbatdagi kvartiraning obzorini qilamiz. Bugun 24-aprel 2025-yil. Podyezddan boshlaymiz savdongidek. Xo'p, 5 ta xonadon mavjud ekan. Yangi qurilgan binolar 9 qavatlik pishig'ishdan qilingan bino bo'ladi. Samarqand shahar eski Beeline hududi yoki shahar sudining ro'parasida joylashgan bitta domimiz bor, yangi 9 qavatlik. Xo'p, birinchi qavati do'konlari bo'ladi. Tepasi hammasi 8 ta qavat kvartiralar bo'lar ekan. Bu kvartiramiz katta maydonga ega, 94 kvadrat. O'rtada mana ko'rib ko'rganingizdek oshxona joylashgan, studiyniy variant bo'lar ekan. Xo'p, mana shu kirish qismimiz bo'ladi. Prixojin mebelimiz bor ekan. Juda katta maydonga ega bo'lgan. O'rtada mana ovqatlanish zonasini qilganlar va kirib urishda o'ng qo'lda birinchi sanuzilimiz bo'ladi. Bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Mana ikki xil stildagi hojatxonamiz. Xo'p, hamma narsa qolar ekan. Kontorni kotyolimiz bor, mana shu yerda joylashgan. Xonamizda hamma joyda radiator ketgan. Mana shuni orqasida ham ko'rinib turibdi. Xo'p, shkaflar, oshxonada barcha jihozlar bor ekan, mebel hamda texnikalar hammasi qolar ekan. Va oshxonadan yana bitta sanuzilga kiradigan joyi bor. Yuvinish xonamiz bo'ladi. Hamma sharoitlarimiz bor, issiq suv hamda kir yuvish mashinalarimiz. Videoda ko'ringan hamma texnikalar, mebel, jihozlar qolgan, shaxsiy buyumlarni olib ketaman dedilar. Xo'p, oxirgi xonadan boshlaymiz. Kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Xo'sh, mana kattagina trimolar, shkaflar hamda kerakli mebellar bor ekan. Gluxoy xonasi bo'lmaydi. Televizori ham bor ekan. Xo'p, keyingi xonamiz bolajonlar uchun yotoqxona bo'ladi. Ikkita bolajonimiz uchun yaxshigina sharoitimiz bor ekan. Bitta svetini yoqib ko'ramiz. Mana shunday. Orqa tarafimiz devorga qaralgan, mana pastda mashina to'xtatish uchun parkovkamiz bor. Xo'p. Va oxirgi xonamiz qoldi, zalimiz. Zalimizni anchagina katta qilib plan qilgan ekanlar. Xo'sh, ana shu joyimiz zal bo'ladi. Konditsioner ham bor ekan. Shu hamma narsa qolay ekan. Xo'p. Bitta tashqarini ko'rishga harakat qilamiz. Mana. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. Samarqand shahar eski Beeline hududi, shahar sudining ro'parasida joylashgan, pishig'ishdan qilingan 9 qavatlik novostroyka hisoblanadi. 5-qavatida. Xo'p, studiyniy bo'ladi. Полноценный 3 xonalik, gluxoy xonalari yo'q. Derazalari 2 qavatlik oyna akvaplastdan qilingan. Narxini 80 ming deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'tkazib yubormang. Bu videoni kerakli odamga shundoq jo'natib qo'yamiz.